Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xayrli kech. Bugun 13 oktyabr 10-oy 2025-yil. Soat hozir 20:10. Kechki soat 8:10. Men har doimgidek sizga, ya'ni O'zbekiston Respublikasining prezidenti yurtboshimiz janob Mirziyoyev Shavkat Miromonovich har doimgidek o'z so'zlarimni videoli tarzda YouTube orqali sizga yo'naltirmoqdaman. Bunga sabablarim ko'pligi uchun shunday yo'l tutishga qaror qildim. Bu o'ylaymanki, qonunga, shariatga, vijdonga, mantiqqa zid emas. Chunki har bir fuqaro haqiqatni aytishidan tashqari o'ziga nisbatan bo'lgan adolatsiz nohaq ishlarni sizga yetkazishi, xabar berishi ila murojaat qilishga haqlidir. Men 17-19 8-oy 2013-yildan mana bugun 13 oktyabr 10-oy 2025-yilgacha 12 yildan oshiq vaqt mobaynida har tomonlama xo'rlanib, sharmanda bo'lib, nohaq jazolanib, qanchalar pok nomim qanchalar qoralanib, sog'lom holimda jinnixonada, oddiy qilib aytganda va kitobiy tilda aytganda, qonuniy tilda aytganda ruhiy shifoxonada shu kunga qadar davolanib kelgan vaqtlarim ham bo'ldi. Endi e'tibor bering-da, sog'lom odamni davolasa, ona vatan O'zbekiston Respublikasida to'g'ri ish olib borilmasa, qonunlar faqat fuqarolarga nisbatan ishlasa, ya'ni tushunarli qilib aytganda, menga o'xshagan O'zbekiston Respublikasining qo'shtirnoq ichida xo'rlanib kelayotgan fuqarolariga, qonunga bo'ysunchi, itoatkor va talabchan bo'lishga majbur bo'lgan fuqarolarga nisbatan jiddiy tarzda tuhmatlar ila qonunlar noto'g'ri ishlatilsa, haqiqatlar yashirilsa, shuning ortida nimalar turibdi? Amaldorlarning kirdikorlari. Qanday kirdikorlari? Ular mansablarini, Alloh bergan mansablarini suiiste'mol qilish bir, sud qarorlari, tergov xulosalarida va boshqa materiallarda tuhmat ila yolg'onlarni kiritib, uni imzolab, tasdiqlab va uni ishlatib, bu ikkinchisi. Uchinchisi, tegishli boshqarmalarda, tegishli sudlarda yolg'on gapirib, men kabi deb aytay, hammani aytmay, men kabi mazlum bandalar O'zbekiston Respublikasining qo'shtirnoq ichida xo'rlanib kelayotgan fuqarolarga to'g'ri ish olib borilmayapti. Odatda murojaat ortida xoh fuqaro bo'lsin, xoh amaldor bo'lsin, ularning kirdikorlari ko'rsatiladi. Agar to'g'ri ish olib borsa-yu va bor haqiqatga to'g'ri yondashsa. Afsus, ona vatan O'zbekiston Respublikasida man 12 yildan oshiq vaqt mobaynida juda ko'p narsalarning guvohi bo'ldim. Meni ularning o'zlari mana shu yo'lga tortishdi. Ularning tashqaridan qarab ularga baho berib aytadigan bo'lsam, ular pul turgan joyda, tanish-bilish turgan joyda bir-birini himoya qilishdi. Menda Allohdan boshqa hech qanaqa tanishim yo'q. Xalq ichida tank deydi-yu, mani tankim yo'q, mani Alloh tankim mani. Faqat Alloh, yolg'iz Alloh. Siz yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich O'zbekiston Respublikasining prezidentisiz. Men siz bosh vazir vaqtingizda ham, hozirgi amaldagi prezident vaqtingizda ham meni murojaatlarim aynan sizni nomingizga yozilyapti. Shaxsan meni murojaatlarimni aytay, shaxsan sizni nomingizga yozilib, shaxsan sizdan javob xati ololmasdan va
tegishli joylarga tarqatilib yuborilyapti. Hattoki vakolati yo'q joylardan menga bizda bunday vakolat yo'q degan xatlar ham kelyapti. Men o'sha shuncha vaqt ichidagi murojaatlarimni ham kiritib o'tyapman-da. Endi bir gapni aytay-da. Qo'pol gapiraman, faqat to'g'ri tushuning. Inson bo'lsangiz, nega meni to'g'ri qabul qilmaysiz? Nega menga Telegram, WhatsApp orqali bog'lanmayapsiz? Hozir ona vatan O'zbekiston Respublikasidaman. Menga qo'ng'iroq qilsangiz ham bo'ladi. Mana kecha hozir aytaman 11 oktyabr 2025-yili 10:00 ming raqamiga murojaat qildim. 604-840-25 sonli arizamni qoldirdim siz nomingizga yozib, boshqalarni emas. Va 59 minut 54 sekund vaqt mobaynida ikkita murojaat qoldirmoqchi edim. Navbat kutib qolib ketdim va ikkinchi murojaatni svet masalasi bo'yicha ulgurmay qoldim. Lekin arizamni olmagan yana bir sizni xodimangizni, shifokor, psixiatr xonim Obidova Dilbar Malikovnani aytyapman. Murojaatimni og'zaki va yozma tarzda murojaatimni to'g'ri qabul qilmadi. Arizamni o'zida olib qolmadi. Men mas'ul shaxs emasman, boshliqqa yozing deyapti. Boshliqda meni ishim yo'q-ku. Mani udaku meni ishlarim, murojaatlarim. Aynan shuku meni 12 fevral 2016-yili shunchaki suhbat o'tkazib, shug'ullanyapman deb nazoratiga olib, meni Sergelidagi jinnixonaga 1 oyga sud orqali olib borib, qamalishimga jiddiy sababchi va davomchi bo'lib kelayotgan o'sha xonim-ku. Va tushuntirish xatida sog'lom chiqqandan keyin o'sha yerdan 21 may 2016-yili ruhan sog'lom deb topilgandan keyin sog'lomman dedi. U nosog'lom odamni sog'lom demaydi-ku ular. Sog'lom chiqqanman. Sog'lom chiqqandan keyin menga yozma va kompyuter tarzda ikkita tushuntirish xat yozib berdi. Garchi men so'ramasam-da, tushuntirish xatida 200 nimachilik qilgandek gap ikki xil chiqdi. Men nazoratiga olmaganman, nazoratiga olganman dedi. Mana shu yerda ham katta faktor bor emasmi? Buni ko'rgan juda katta joylar hammasi ko'z yumdi. 17:03 da ushbu murojaatim qoldirgan edim kecha avval kuni. Shunday qilib mana shu aynan ming raqamiga qilingan qo'ng'iroqlarimni hisoboti mana yig'ilgan raqamlar, ketma-ket raqamlar orqali yig'ilgan ma'lumotlar demoqchiman-da. Men oshkora tarzda yolg'on gapirmay, birovga tuhmat qilmay, to'g'ri yo'lda o'z huquqim to'g'ri talab qilsam, meni har tomonlama oyoq osti qilmoqda. Eng avvalambor savol keladi. Diktofonda video zapisini o'g'ri odam yoqadimi yo o'ziga to'g'ri odam yoqadimi? Va meni haqiqatni ko'rsatishimga qarshi mana shu tegishli amaldorlar deb turay, tegishli amaldorlar, tegishli o'rinxonlar, tegishli shifokorlar va ularga xizmat qiluvchi ba'zi bir fuqarolar, haqiqatni yashirib ularga xizmat qiluvchi ba'zi bir fuqarolar ularning odamida. Umuman mana shunaqa diktofon yoqsam, videoni-ku shu paytgacha qilib yurgan joyim yo'q edi. Kecha video qildim, qisqa video. O'tirgan holatini. Bu harakatim nahotki jinoyat, nahotki gunoh. Men haqiqatni aytish uchun harakat qilyapman. Yoki unga tuhmat qilish yoki yolg'on gapirish emas. Bizning qonunlarimizda shunday qonunlar yaratilganki, har bir tizimda, har bir huquqimda qaysi eshikka bormayin. Ko'rsatilgan konstitutsiyamiz, asosiy qonunimiz, qomusimizda turgan moddalarga uni tagiga yozilgan bo'lsa-da, ba'zi so'zlar yozilmagan bo'lsa, tegishli hujjatlar asosida ko'rib chiqiladi, amalga oshiriladi degan so'z bor bo'lsa-da, yo'q bo'lsa-da, o'sha ularning qarorlari, sizning qarorlaringiz, farmonlaringiz, ularning ichki buyruqlari, hattoki tushuntirish xati ham noaniq va
umuman noaniq deb qo'y, qisqaroq qilay, noaniq tushuntirish xati ham seli huquqimni shunday yo'qib tashlaydi. Sahrim 20 holatida Abbosiy endokrinologiya больницasi bosh shifokori va o'rinbosari meni tilxatga asoslab keltirib bergan arizalarda diktofon zapisimda qisqaroq gapirishga harakat qilganman. Hammasini aytaverishga gap ko'paymasin deb, zapisim qisqaroq bo'lsin deb. 20 sahrda haydab soldi. Muolaja qilmadi mani shifokorni va u javob xatida aytyapti, man ularga ishonishga majbur ekanman. Odatda inson ishonchini qozonish kerak, uni majburlash kerak emas. Har bir gaplarda, har bir faoliyatlarda, har bir qonunda ishlatishlarda mantiq, shariat, vijdon, to'g'ri qonun yo'q. Men ko'rsatib berishga tayyorman. Agar meni televideniyada gapirtirsangiz, men hammasini ipidan ignasigacha endi tushuntirib beradigan darajada bo'ldim. E'tibor bering. 4 yil, 5 yil o'qib, institutda, katta joylarda o'qib va xolanki 10 yil malaka bo'lsin-da, u odamni tajribasi, bilimi, farosati kuchli bo'ladimi? Qiynalib, xo'rlanib, sharmanda bo'lib, nohaq jazolanib malaka olgan, 12 yil malaka olgan odam ko'p narsani tushuntirib beriladimi? Men bu bilan nimani tushuntirishga harakat qilyapman? Men endi tayyorman. Faqat boshqarmalarda sudda emas, sud tizimini ham video YouTube'ga olib chiqdim. Diktofon zapislarini video murojaat qilib, o'shanda ular bemalol menga hujum qilayotganligi fakt va ularning ishlari noto'g'ri ketganligi ham fakt. Arizani qanday qilib kassatsiya qilib ko'radi? Garchi men kassatsiya qilib yozmagan bo'lsam-da, garchi ular menga sizga javob xati beriladi degan bo'lsa-da, meni poveska berib sudga chaqirmagan bo'lsa-da, Yangiyo'l jinoyatchilar bo'yicha Yangiyo'l tuman sudi va unga sherik bo'lib zakaz sud qilmoqchi bo'lgan jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sud raisi va uning xodimlari meni sudga chaqirdi 19-mart 2025-yili. Uyat. Endi e'tibor bering-da. Menda hech qanaqa diplom yo'q. Faqat attestat bor, guvohnoma, maktabniki. Kollejda o'qiganimda, u payt uchilish derdi. Armiyaga olib ketib qo'ygan, zachotda bo'ldim, ekzaminda bo'lmadi, diplom olamadim. Ularchi qancha diplom, qancha nimalari bor ularning bilimlari. Ularning bilimlari znach taqqoslaganda mendan past bo'lyaptimi shunda hozir? Yoki ular qasddan qilyaptimi? Aynan mana shu video zapisimni eng ichida kuchli doldir masalaligini tushunib yetsangiz bo'ladi. E'tibor bering shunga. Ular ishlari chap tomonga ketadi. Menga nisbatan. Men o'zim aytib, boshqalarni aytsam hozir ularni chaqirish kerak, ularni ko'rsatib tushuntirish kerak, isbotlash kerak. O'zim haqida 100% tushuntirib beraman. Allohga shukr. Sizlar, faqat sizlar deganim xafa bo'lmang, noto'g'ri tushunmang. Sizlar oliy ma'lumotli davlat xodimisizlar. Siz prezidentsiz. Shunda bizning O'zbekistonning kelajagi sizlarning qo'lingizdami shunda? Sizlarga ishonsa bo'ladimi shunda? Jindi bo'lmasam-da, jindi deb meni sog'lom holatda davolaganliklari va qilmagan jinoyatlarimni qildi deb meni 2 marta jinoiy sud bo'yicha sudga olib chiqib nohaq sud qarorlar chiqarganlari, yana O'zbekiston nomidan. Shunda bizning ona vatanimiz O'zbekiston Respublikasini aytib, boshqa davlat qo'yay yer yuzidagi. Bu adolat yo'q, haqiqat yo'q, faqat bizmiz hammasi deb ular menga shuna qilyaptimi? Hatto ularning bilimsizligi, farosati yo'qligi, ular menga nisbatan bepisand bo'lib sud qarorini xohlagancha chiqarganligi bo'yicha o'qigan, o'qimagan boshqasini aytay. Meni o'zbek deb yozdi. Gap millatchilikka e'tibor bermayman, ularning qilayotgan ishiga e'tibor beraman. Har bir ishlarda qanday nopok, adolatsiz, nohaq ishlariga. Va men sizga xabar berib o'tiribman. Zapisim shu yerda tugatdim. Yana boshqa murojaatlarimda asta-asta aytib boraveraman. E'tibor uchun rahmat. Xalq va qonun vatan uchun sofdil odilona xizmat qilgan holda chin yurakdan bir kuch bo'lib xizmat qiling. Iltimos, bizlarga yordam bering.